Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama al-Maqdisi Virdlarning ahvoli qarab o'zgaradiganligi haqida. Bilginki, oxirat yo'lovchisi shu 6 holning biridan xoli bo'lmaydi. Ya abid, ya alim, ya ilm o'rganguchi, ya boshqaruvchi, ya kasib va ya Allohning muhabbatiga g'arq bo'lib, faqat Alloh bilan mashg'ul bo'luvchi, Alloh oshiqi bo'ladi. Abid hammani tashlab o'zini faqatla ibodatga atagan kishidir. Bundaq kishi yuqorida tilga ilingan virdlarga amal qiladi. Abidlarning vazifalari har xil bo'ladi. Salaflardan o'zini ibodatga ataganlarmi turli holda edilar. Ba'zilar ko'p Qur'on o'qiydi, kunda bir qatam, 2 qatam, hatto 3 qatam xatmi Qur'on qildiganlar bor edi. Ba'zilar ko'p tasbih aytadi. Ba'zisi namozni ko'p o'qiydi, ba'zisi Baytullohni ko'p tavob qiladi. Savol: yuqorqi ibodatlarning qaysisiga ko'proq vaqt ayirgan yaxshi? Javob: namozda tafakkur bilan Qur'on o'qish yuqorqilarning hammasini o'z ichiga oladi. Lekin bu davomli bo'lolmasligi mumkin. Shu vajidan afzal ibodat har kimning shu damgi ahvoliga qarab o'zgaradi. Virdlar va ibodatlardan maqsad qalbni poklash va tozalashdir. Shunga Alloh rizosini izlaguvchi qalbiga eng ta'sir qilgan ibodatga qarasin va shu ibodatni davomlashtirsin. Zerikkudak bo'lsa boshqa ibodatga o'tkazsin. Abu Sulaymon ad-Dardani, Alloh uningga rahmat qilsin, aytadi: qiyamda qalbingning rohatlanganligini sezsang, ruku qilma. Rukuda qalbingning rohatlanganligini sezsang, rukudan bishingni ko'tarma. Ikkinchi, olim. Fatvolari, darslari, kitoblari yoki o'g'it nasihatlar qatorliq ilmi bilan xaloyiqqa manfaat yetkazuvchi kishidir. Olim kishining virt tartibi obidninki o'xshamaydi. Chunki olim degan kitob ko'rishi, asar yozishi va murid kelganda anglatish kerak. Agar bu ishlar olimning butun vaqtini ilib olsa, uning uchun farz ibodatlarni ado qilgandan keyin bu ishlarni qilish eng afzaldir. Lekin biz ko'zda tutayotgan afzal ilm oxiratga qiziqtiradigan va oxirat yo'lida mengishga yordam bo'ladigan ilmdir. Olim kishining vaqtini bilib olgani yaxshi, chunki nafs butun vaqtni ilm bilan o'tkazishga taqat qilolmaydi. Shunga olim subi sodiqdan quyosh chiqib bo'lg'ich bo'lgan oraliqni yuqorida bayon qilingan virdlarga ayirish kerak. Ondan quyosh chiqqandan tartib choshqa vaqtigacha bo'lgan oraliqni ilm o'g'itish va boshqalarni manfaatlantirishga ayirish kerak. Agar qishida talablar bo'lmasa, bu vaqtni ilmiy tafakkurga sarf qilsa bo'ladi. Chunki zikrini tamomlagan va dunyo tashvishlariga tushmagan sab qalb hal qilish qiyin bo'lgan masalalarni tushunishga yordam beradi. Choshqa quyoshi ko'tarilgandan boshlab asr vaqtigacha bo'lgan oraliqni kitob yozish va kitob ko'rishga ayirsa bo'ladi. Bu vaqtda faqat tomoq yeyish, tahorat ilish, farz namoz o'qish yoki tushlik oromga o'xshash ishlar uchun yozish va o'qishni tashlab qo'ysa bo'ladi. Asrdan quyosh sarg'ayg'uch bo'lgan vaqtni o'zi savoq bergan tafsir, hadis va yoki foydali ilmni tingshash bilan o'tkazadi. Quyosh sarg'aygandan boshlab petib bo'lg'uch bo'lgan vaqtni istig'for va tasbih aytish bilan o'tkazadi. Natijada uning virdlari dastlabkisi til amali, ikkinchisi tafakkurdan iborat qalb amali, uchinchisi kitob ko'rish yoki tuzishdan iborat ko'z va qo'l amali. Asrdan keyingi to'rtinchisi bo'lsa, ko'z va qo'lni aram topqizadigan quloq amalini o'rindash bo'lgan bo'ladi. Chunki asrdan keyin kitob ko'rish yoki asra tuzish ko'zga pek ziyonli bo'lishi mumkin. Kechaga kelsak, kechaning vaqtlarini bilishdagi eng yaxshi o'rnak Imom Shafiyning bilishidir. Alloh uningga rahmat qilsin. Imom Shafiy kechani 3 qismga bo'lgan edi. Avvalgi 3dan birini ilmni yozish, ikkinchi qismini namoz o'qish, uchinchi qismini bo'lsa uxlashga bo'lgan edi. Yoz vaqtida olim kunduzda ko'proq uxlamasa, bu xil bo'lishni ko'tarolmasligi mumkin. 3. ilm o'rganguchi. Ilm o'rganish zikr va nafl ibodatlar bilan mashg'ul bo'lishdan afzaldir. Virt tartibida ilm o'rganguchining hukmi olimning hukmiga o'xshash. Lekin olim boshqalarga ilmi bilan manfaat bersa, talib boshqalarning ilmidan manfaat ilish bilan olim kitob yozsa, talib sharilash va nusxalash bilan mashg'ul bo'ladi. Avamdan bir kishining ilm, zikr va vas-nasihat so'rovlariga daxil bo'lishi uning nafl virdlarini o'rinlash bilan mashg'ul bo'lgandan afzaldir. 4. Vali, qozi yoki oqsoqol qatorliq musulmonlarning ishlariga mas'ul kishilar. Bundaq kishining musulmonlarning shariatga uyg'un har xil talab, hojat va ehtiyojlarini ixlos bilan ado qilishi yuqorida zikr qilingan virdlarni o'rindig'idan yaxshi.
Chunki uning qilg'ini boshqalarga foydasi tegadigan ibodatdir. Shuning uchun bu kishilar kunduzlari faqat farz amallarni qilish bilan kifoyalanishi, qolgan vaqtini omma xizmatiga ayirishi, kechining virdi bilan qanoat qilish kerak. 5. Kasb. U o'zi va bola chaqalari uchun kasb qilishga muhtojdir. U barliq vaqtini ibodat qilish bilan o'tkazsa bo'lmaydi, balki zikrini davomlashtirg'ach kasbida tirishchanlik qiladi. O'zini qamdug'idek bir narsa topsa, qaytib virdlarga berilsa bo'ladi. 6. Allohning muhabbatiga g'arq bo'lg'uchi. Bundaq kishining farz amallarni ado qilib bo'lgandan keyingi virdi Alloh taoloni huzuri qalb bilan aslashdir. Huzuri qalb uni o'zi xohlagan zikrlarni qilishga yo'naldirdi. Virdlarni davomlashtirish muhimdir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa eng suyimlik amal oz bo'lsa-mu davomli qilingan amaldir degan. U zot sallallohu alayhi vasallamning amali davomlashadigan amal edi. Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi. İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.